Mazza, ko'chada qish, aman uyda kofe ichib o'tiraman, o'tinni tagida. Vau! Salom bolalar, mani otim Kompot, yangi joyga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, yaqinda yangi yil kelyapti. Уже ozginchagina qoldi. Nima qilamiz endi? Biza uyda o'tirib kelyapti. Bugun bolalarim mazza qilib pechenye yeb, kofe ichib, issiqqinada uyimda. Chunki ko'cha hozir sovib bo'lyapti, bilaman. Va men uyga bezatmoqchiman bugun. Mana ko'rsanglar bo'ladi, ko'chada qish, qor yog'mayapti, lekin Minecraft tushunsa bo'lmaydi. Bir qor yog'adi, yog'maydi. Qaranglar, girlandiyani ham osib qo'yganman. Ko'chada apokalips bo'lsa ham nima qilaman? Bab uyda mana o'tiraveraman. Mana hozir ko'ringlar. Вообще sovuq ko'cha. Lekin вообще sovuq ko'cha. Ko'ryapsizlarmi? Lekin qor yog'mayapti. Qor erib ketsa kerak hozir 2 soatlardan keyin. Minecraft tushunsa bo'lmaydi, shu qor eradi, yog'adi. Men endi hozir uyni bezatgim kelyapti. Mana hozir qor yog'yapti. Ko'rdinglarmi? Aytdim sizlarga. Qor yog'adi, xohlasa yog'maydi. Xohlasa ko'cha issiq bo'ladi, xohlasa sovuq bo'ladi. Вообще tushunarsiz. Eshitganinglardek, men bugun uyni bezatmoqchiman. Mana girlandalar osib qo'ydim, hamma narsalar qo'ymoqchiman yana. Skladdan olib kelishim kerak narsalar. Menda uncha ko'p emas narsalar. Tak, mana ko'ryapsizlar. Mana shu yoqqa girlandani osib qo'yamiz. Keyin menda yana narsalar bor edi. Hozir mana mashina osib qo'yamiz. Mana shu yoqqa, mana chiroyli turadi. Keyin bunaqani ko'chaga osib qo'yamiz yana. Nimaga korona kiyolmayapman? Men qachon shapkani kiydim, men korona kiyolmayapman. Endi shapkani yechishim kerak. Korona kiyish uchun ko'cha sovuq. Nima? Kimdir vovulyapti, gaplashyaptimi kimdir? Mayli. Korona kiyish uchun endi men shapkamni yechishim kerakmi? Ko'cha sovuq. Nima qilaman endi? Men bilmayman, korona kiyishim kerak. Kimdir vovulyaptimi, kimdir gaplashyaptimi tushunmayapman. Hech kim yo'q ko'chada lekin. Bo'lmasam, batotonim. Mana do'stlar, osib qo'ydim. Mana qaranglar, shu narsani topib oldim uyimda. Pipa ham turibdi uyimda, pipa. Ham girlandlar ham turibdi, kolokolchka ham o'tirlar, lekin men qilmadir yetishmayapti. Nima qilaman fakellar. O'tinim bor, ana ko'chada hali ham qor yog'yapti. Demak, hali beri erib ketmaydi. Shuning uchun men nima qilsam bo'lar ekan? Skladdan narsalar olib kelsammikin, lekin ko'chaga chiqim kelmayapti deb bugun planimda. Mayli, uyni bezatishim kerak bo'ladi-deb abi. Menda poloslar ham bor, qizil qaranglar. Mana shularni mana shu qilib qo'ysam, sal issiqroq bo'ladi pol, chunki hozir sovuqda pol. Qishki momentda yana pipa bor. Bunday narsa yana ko'chaga osib qo'ysam, pipani olib tashlaymiz, ko'chaga osib qo'ysam chiroyli turib. Sovuqligini. Mana shu yoqqa osib qo'yamiz, keyin skladdan olib kelishim kerak narsalarni. Nima bu?
nima lyodmi? Nima statuyaga o'xshamayapti do'stlar. Nima bu? Kuchumi? Kuchuga o'xshyapti bu, ha, kuchu. Kuchu so'yib qo'yganmi? Allo, kuchu. Kirka bilan yo'q, kirka bilan urinadi buni. Nima lyod bo'lib qo'yganmi? Kuchu muz bo'lib qo'yganmi? Voy, so'yib qo'ygan. Bu kuchu so'yib qo'ygan, men tushundim. Buni ko'tarishim kerak, men uyga olib kirishim kerak. Isitishim kerak. Voy, do'stlar, nima bu? Kuchu so'yib qo'yganmi? Muz bo'lib qolibdi kuchu, qaranglar. Necha soatdan beri bu yerda turgan ekan bechora. Tezroq ko'tarib uyga olib kirishim kerak. Ana ko'taramiz. Voy, og'irligini. Muz bosib ketdi. Voy, so'yib ketganda bechora. Ishni ochamiz tezroq. Mana o'tin yoniga qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi. Og'ir ekan, muz bosib ketdi. Mana buni qaranglar. Voy, bechora. Necha soat ushlab turgan ekan, qorda. Ko'chisi skladdan men nimadir olib kelishim kerak. Bu bitta o'tin bilan isinmasa kerak. Mana o'tin yoniga qo'yib qo'ydim. Anaqa gilam qilib qo'yamiz hozir. Qizil gilam. Mana qaranglar bechorani. Egasi qani ekan buni? Ne qaramayapti buni egasi? Ne qaramayapti buni egasi? Tushunmadim men bunaqa. Suvda bechora kuchuni qo'ldirish yo'da. Mana shu yoqqa gilam qilib qo'yamiz. Bunaqa qizil sal issiqroq bo'lishi uchun, chunki hozir yer suv bo'ldi. Skladdan nimadir olib kelishim kerak. Men bechorani qaranglar, muzni tezroq erisin-da shu. Bitta o'tin yetmaydi bunga. Keyin nimadir skladimda mana isitgich bor edi. Hozir isitgich olib kelaman-da keyin mashina yoniga qo'yib qo'ysam bo'ldi. Voy, bechora kuchu, lekin hozir borib kelay tezroq. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Tak, meni isitgichim bor edi skladda. Ana do'stlar, yaxshiyamki skladga borman, mana isitgich oldim, mana ko'ryapsizlar. Hozir kuchni yoniga qo'yib qo'yamiz, isinsin tezroq. Muz bo'lib ketgan, qaranglar, mana buni jalqi o'z komment yozib qo'yinglar. Bechora kuchu deb mana qaranglar, yoqib qo'yamiz maksimumga, bo'ldi. Kutamiz endi isishini. Mana bu yoqqa yana qo'yib qo'yamiz. Kuchuga kerakli narsa oldim. Skladni bor ekan. Davay. Op. O'xshadi. Voy. Kuchu, qalaysan, yaxshimisan? Voy, mana qaranglar kuchuni. Ana o'xshadi, yaxshi o'xshadi, lekin qo'l qoladi deb o'yladim o'zimizda. Mana qaranglar, tegini muz yotibdi. O'chirib qo'yamiz hozir, kichik bo'lmasa, vashi qaynab ketdi uy. Mana kuchuni qaranglar, oqaygan. Va buni chiroyliligini, mana egasi qani, buni ne tashlab ketgan egasi buni? Tak, bo'lmasam biz nima qilamiz? Bunga ovqat berish kerak. Ovqat beraman bunga. Tezroq ovqat olib keling, qayerda ekan ovqat? Skladda ovqat bo'lishi kerak. Hozir ovqat olib keling bunga. Qorni ochib ketgandir do'stlar. Necha soat ko'chada bo'lgan ekan. Mana yetib keldim bu yoqqa. Mana shapkada mana ko'cha sovuq chunki. Mana oldim ovqatni. Endi juda ham zo'r ovqat, bilasizlarmi qanaqa ovqat? Bu sho'rva, go'shtli sho'rva, kuchu yaxshi ko'radigan. Mana hozir beramiz. Necha soatdan beri ko'chada muzda turgan ekan. Bu yoqqa o'tinga tegib ketdim. Ana bo'ldi, yaxshi. Hozir beraman senga. Mana ichib olmasa qilib. Vo, mana ana xursand bo'lyapti, qaranglar, sakrayapti xursand bo'lgandan. Vo, mana qaranglar, zo'rligini kuchuni ichyapti mazza qilib. Yana nimadir yegisi kelayotgandir balki, men nimadir olib keldim keyin yana. Bu yerda suv ham bor, suv beraman. Hozir ana qilamiz. Bitta narsa qilamiz, hozir ko'rasizlar do'stlar. Yana ovqat beramiz, bitta sho'rva yetmas kerak bunga. Qorni juda ham och turib, mana qaranglar. Ana 7 steak bo'ldi. Steak beramiz unga, go'sht. Hammasini yeb bo'libdi, o'sha qaranglar, mana buni qorni ochib ketibdi buni. Mana steak beramiz. Ana ol. Mana ol, hammasini beramiz. Mana voy, tezishini qaranglar, qorni ochib ketgan. Egasi qani, necha soatdan beri turgan ekan buni. Ot qanaqa ekan buni? Mana suv maza qilib ichib ol. Va mana buni qaranglar.
Ana bo'ldi. Bitta kuchuni qutqardi endi biza hayotni qaranglar. Xursandlikdan sakrashini. Zo'r. Nima qilamiz endi? Bunga ovqat berdi. Endi dam oladimi yoki bo'lmas. Yaxshigina topganman. Yaxshi skladga chiqaman, bezatishga mana qaranglar. Egasi qani kim buni? Egasini topish kerak buni. Bo'lmasa veterinar chaqirish kerak, doktor tezroq. Qo'shnimga borib kel. Salom, kapot. Salom. Yaxshimisan? Davay, mana bu kuchuni qaragin. Nima zo'r bu. Ha, men buni ko'chada topib oldim. Nima, rostdanmi? Sen ko'rmadingmi bu kuchuni ko'chada yurganini? Yo'q, men ko'rmadim, lekin men qorni qarang, suvib ketgandir bechora kuchi-ya. Ha, endi doktor chaqirish kerak. Ha, to'g'ri, doktor chaqirish kerak. Ichida nimadir bo'lib qolgandir balkim. Shuncha buzda turgandir balkim, bilmaymiz o'zi. Ha, o'shaning uchun doktor chaqiramiz biz tezroq. Doktor qarab bersin, keyin buni egasini topish kerak. Ha, kapot, tezroq doktor chaqirish kerak. Yaxshamki qutqarib qolibsizlar. Yana ozginchadan keyin o'lardi bu. Chunki muz bo'lib qolgan bu. Kim buni qutqardi? Man. Otingiz nima sizni? Kompot. Kapot, молодецsan. Yaxshamki qutqaribsan buni. Ha, kuchiga hech nima qilmabdimi? Yo'q, ozgincha bo'pti, lekin o'tib ketadi. Ozgincha maz sursa o'tib ketadi. Sizlarga maz beraman, o'sha mazni surasiz, lekin o'tib ketadi. Xo'p, suramiz. Bo'ldi doktor, rahmat sizga. Maz bermasdan surasizlar. Fedya, qansan? Fedya. Kim u? Qarab ko'r, kapot. Fedya, qansan? Fedyani ko'rmadingmisiz? Nima? Qanaqa Fedya? Yo'q, ko'rmadim. Ani kuchi bor, kichkina kuchi bor, oq kuchi. Ha, ko'rdim, shu siznikimi kuchi? Rostdan ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim, ketdik, ko'rsam uyga kiraylik. Ura! Kimdir topdim Fedyamni. Ha, mana shumi? Da, shu, rahmat sizga kattakon. Fedya, uzr, sizni boshqa qoldirmayman yo'da. Bizani boshqa qoldirmayman yo'da, uzr Fedya. Nima siz qoldirasiz o'zi Fedyani nima? Qochib ketdimi? Ha, qochib ketdi-da. Mashinamda o'tiruvdi. Men benzin qo'yishga ketgandim, keyin bu qochib ketdi-da. Boshqa unaqa qilmayman, uzr berib olaylik uchun. Ha, bemalol beramiz. Keyin doktor sizlarga maz beradi, o'sha mazni surib turasizlar. Chunki bu juda ham ko'p soat ko'chada qolib ketgan, o'shaning uchun muz bo'lib so'yib ketgan. Ha, bo'ldi, rahmat sizlarga kattakon doktor. Sizga rahmat, kompot otingiz. Sizga ham rahmat. Bo'ldi, hammalarga rahmat kattakon. Boshqa qoldirmayman bu Fedyani ko'chada. Prosta qochib ketdi-da, juda ham sho'g'idda bu. Ha, bo'ldi, bemalol. Olib ketavering kuchingizni. Bo'pti, rahmat sizlarga kattakon. Ha, bo'pti. Mana do'stlar, shu egasini ham topib oldi. Shu kan egasi o'zi qidirib yuruvdi egasini. Ana yaxshamki doktor chaqirdi, yaxshamki topganman bu o'zi kuchuni, bechora kuchi. Bo'pti, sizlar ham bo'lmasam hayvonlarga yaxshilab qaranglar, bunday qolib ketmasin ko'chada, suvda. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat do'stlar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar do'stlar.